Bütün qadimki Misr madaniyatida Tutankamun degan bu ism ta'siri intayin cho'nqur, sirliqlik darajasi eng yuqori Misr firaviniga vakillik qiladi. Chunki uningga hozirgi zamon fan texnikasimi javob bera olmaydigan firavinning qarg'ishi yoshiringan. Undaqda bu rostla shunchalik sirliq ishmi? Tutankamunning qabrisi nimishqa eng kuchli qarg'ish deb atalib qoladi. Qadimki Misr madaniyatida firavin intayin yuqori o'ringa hamda cheksiz bo'lgan huquqqa ega shaxs. Buning ichida Tutankamun eng yosh firavin bo'lish sifati bilan 9 yoshida podshoh taxtiga o'ldirib, huquq yurgizishga boshlab 18 yoshga kirganda tuyuqsiz o'lib ketgan. Ammo toki hozir qadar uning o'li sababi texnik aniqlanmagan. U tuyuqsiz o'lib ketgandan keyin qadimki Misrliklar uning butkul ichki a'zosini ilib etib, chirish qarshi dori bilan badan ichini to'ldirib, tikkandan keyin natriy karbonat suyuqligiga 70 kun chilab qo'ygan. Shuning uchun Tutankamunning mumiyasi necha ming yildimi chirmay nihoyat yaxshi saqlanib kelgan. Odamni eng hayron qoldirdigani boshqa firavin qabrlaridagi nurg'ulg'an unchi marvoyit oltin qatorliqlar kepan o'g'risi tarafidan o'g'irlangan bo'lsa-mu, ammo Tutankamunning qabrisidagi unchi marvoyit va oltin qatorliqlarning hech qaysi 3000 yilning yoki birasining ta'siriga uchrab boqmagan. Undaqda bu qabri qachon bayqalgan? Bu qabri bayqalib g'alati ishlar yuz bergan. 1922-yili Angliyalik arxeolog Howard Carter tunji bo'lib Tutankamunning qabrisiga kirish eg'izini topgan. Bu ishni anglagandan keyin uningga mablag' tarafdan yordam berguvchi Kanafunmi bu yerga yetib kelgan. Ular qabri kirayli deb tayyorlik qilayotganda qabri ishigiga kimki firavnning uyqusini buzsa, o'lim shuni izlab keladi degan qo'rqinchli qarg'i so'zi yozilganligini ko'rgan. Bu xatlarni ko'rib, bu xil sirliq ishlarga ancha ishinib ketmaydigan arxeologlar qabri ishiga tegimi qiziqqan. Hamda oxirida Tutankamunning qabri ishigini ochgan. Ichib kirgandan keyin arxeologlar intayin hashamatlik jasad sanduqining borligini ko'rgan. Hamda intayin qiziqqan holda jasad sanduqini ochgan. Sanduqni ochgandan keyin xuddi ular qarg'ish qutisiga tegib qo'ygandek tuyuqsizlar tragediyalik ishlar keyin-keyinlab yuz berishga boshlagan. Mablag' tarafdan yordam berguvchi Kanafung Tutankamunning qabrisi ichida bir poch tarafidan chiqib olinib, badani ishib, keyin qon buzilish kasaliga giribdor bo'lib, 1 yildan keyin o'lib ketgan. Odamning tenini eng shurkandirdig'ini poch chiqib olgan joyi dal Tutankamunning yuzidagi tartuq bor joy bilan o'xshash bo'lib qolgan. Necha oydan keyin qabrga kirgan Kanafungning inisi tuyuqsiz ro'yi bo'linish kasaliga giribdor bo'lib, o'zini o'ldirib olgan. Keyingi 6 yilda qabrini qazib tekshirgan 22 arxeologning hammasi g'alati ishlar bilan o'lib ketgan. Buning ichida Tutankamunning jasadi